Assalomu alaykum vatandoshlar, aka-ukalar. Bugungi reysimiz Toshkent Krasnodar, Toshkent Mariupol, Toshkent Rostov, Toshkent Saratov chiqayotgan primo reyslar. Abu Sahiy masjidi oldidan chiqadi. Ko'rib turibsizlar, pasadga joylanib ketgan. Zaryadga qo'yadigan joylari bor, konteynerlari bor. Klientlardan so'ng. Aka, Buxoro qayerdansiz? Buxoro Vokin degan joyda. Buxorolik hamyurtdoshlarga nima deysiz? Aslida avtobus sifatga joy-joyda O'zbekistondan chiqyapsizmi? O'zbekistondan Abu Sahidan chiqyapman. Javobi yo'qmi hech qanaqa? Javob parva yo'q. Aka, Andijonlik mehmonlarga nima deysiz? Cho'tkima aka, avtobus hech qanaqa problemasi yo'qmi? Primo Abu Sahidan o'tirdingizmi? Kimga shunaqa ishonchli nomerlar kerak bo'lsa, Toshkentdan Krasnodarga, Saratovga, Volgogradga, Mariupolga primo reyslar faqat bizda Abu Sahiy masjididan chiqadi. Kimga shunaqa ishonchli nomerlar kerak bo'lsa, ekranlarga yozib qo'yamiz. Tanlovda adashmaydi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.